Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilikni emas, balki har birimizning, ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari va pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Gap shundaki, O'zbekistonda pensionerlar uchun qoidalar tubdan o'zgarmoqda. Bu haqida hali ko'pchilik xabardor emas. Ammo ushbu o'zgarishlar sizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli videoni bir zoom ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu muhim ma'lumotni boshqalar bilan baham ko'rish uchun like bosishingizni so'rayman. Demak, asosiy muammo nimada? Avvallari pensiya tizimi o'zining an'anaviy tamoyillari bilan ishlagan. Masalan, fuqarolarning pensiya miqdori ko'pincha ish stajining davomiyligi va oxirgi 5 yil ichidagi ish haqi miqdori asosida hisoblanardi. Bu qoida ko'pchilikka tanish edi va odamlar o'z pensiyalarini qanday hisoblashlarini taxminan bilishardi. Ish staji deganda odamning rasman ishlagan va ijtimoiy to'lovlar qilgan davri tushunilar edi. Har bir kishi o'zining mehnat daftarchasiga qarab, qancha staji borligini aniqlay olardi. Pensiya tayinlash jarayoni ma'lum bir tartibga ega edi. Belgilangan yoshga yetgan fuqaro o'z hujjatlarini yig'ib, pensiya jamg'armasiga topshirardi va shu asosda pensiya tayinlangan. Bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi, albatta. Misol uchun, ba'zi insonlar yuqori maosh olgan davrlari o'tmishda qolib ketgan bo'lsa, bu ularning pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Yoki staji o'z bo'lganlar uchun pensiya olish imkoniyatlari cheklangan edi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgardi. Yangi qoidalar joriy etilmoqda va bu o'zgarishlar har bir pensioner, shu jumladan kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun ham dolzarbdir. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya miqdorini hisoblash usulidagi yangilanishlardir. Endilikda pensiya hisoblashda ish haqi miqdorini aniqlashda hisobga olinadigan davr kengaytiriladi yoki boshqacha yondashuvlar qo'llaniladi. Bu o'z navbatida pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, ayrim hollarda pensiya tayinlash uchun talab qilinadigan minimal ish staji ham qayta ko'rib chiqiladi. Bu esa ko'plab insonlar uchun pensiyaga chiqish muddatini yoki shartlarni o'zgartirishi mumkin. Keling, bu o'zgarishlarning har birini batafsil ko'rib chiqaylik. Chunki aynan mana shu tafsilotlar sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishini belgilaydi. Birinchi asosiy o'zgarish bu pensiyani hisoblashda ish haqi miqdorini aniqlash metodikasidagi yangiliklar. Avvallari ko'pchilik uchun pensiya miqdori oxirgi 5 yil ichida oylik o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Bu degani, agar siz pensiyaga chiqishdan avvalgi 5 yil ichida yuqori maosh olgan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shunga yarasha yaxshi chiqardi. Ammo endilikda yangi qoidalarga ko'ra pensiya tayinlashda ish haqi hisoblash uchun faqatgina oxirgi 5 yil emas, balki shaxsning butun mehnat faoliyati davomidagi, masalan, eng yuqori maosh olgan istalgan 10 yilini hisobga olish tizimi joriy etilishi mumkin. Yoki butun ish staji davomidagi o'rtacha ish haqi hisobga olinishi ko'zda tutilgan. Bu o'zgarish ba'zi fuqarolar uchun juda foydali bo'lishi mumkin, boshqalar uchun esa aksincha. Keling, bu o'zgarishning afzalliklari va kamchiliklarini real misollar bilan ko'rib chiqamiz. Ijobiy misol. Tasavvur qiling, 6 yoshli Karimaxon aya butun umrini maktabda o'qituvchilik qilib o'tkazgan. Yoshlik davrida uning oylik maoshi unchalik yuqori bo'lmagan. Lekin mehnat faoliyatining o'rtalarida, masalan, 1990 yillarning oxiri va 2000 yillarning boshlarida u qishloq maktabida yuqori malakali o'qituvchi sifatida yaxshi maosh olgan. Ammo pensiyaga chiqishga yaqin davrda sog'lig'i tufayli yuklamasi kamaygani sababli maoshi biroz pasaygan. Eski qoidalar bo'yicha uning pensiyasi oxirgi 5 yildagi maoshi asosida hisoblanardi. Bu esa unga kam pensiya chiqishiga sabab bo'lardi. Yangi qoidaga ko'ra esa uning butun mehnat faoliyatidagi eng yuqori maosh olgan 10 yilini tanlab, shu asosda pensiya hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu holda Karimaxon ayaning pensiyasi ancha yuqori bo'ladi. Chunki uning eng sermahsul va yaxshi maosh olgan davrlari pensiya hisobiga kiradi. Faraz qilaylik, eski tizimda uning pensiyasi 20 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa bu ko'rsatkich 20 million 800 ming so'mga yetishi mumkin. Bu juda katta farq, to'g'rimi? Ikkita asosiy salbiy misol. Endi esa 63 yoshli Alisher aka misolini ko'rib chiqaylik. U uzoq yillar davomida katta zavodda yuqori malakali muhandis bo'lib ishlagan.
uning eng yuqori maoshi 1990 yillarning oxiri va 1990 yillarning boshlarida bo'lgan. Keyinchalik zavod yopilgandan so'ng Alisher aka kichikroq xususiy korxonada kamroq maoshga ishlay boshlagan. Pensiyaga chiqishidan oldingi 5 yil ichida uning maoshi zavodda ishlagan davridagidan ancha past bo'lgan. Eski tizimda uning pensiyasi avtomatik ravishda oxirgi 5 yildagi maoshiga qarab hisoblanardi. Yangi tizimda esa agar u eng yuqori maosh olgan 10 yilini tanlash imkoniyatidan foydalansa, pensiyasi biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ammo agar bu tanlov qilish imkoniyati bo'lmay, butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha maosh hisobga olinsa, uning pensiyasi nisbatan past bo'lib chiqishi mumkin. Chunki uzoq yillar kam maoshga ishlagan ham hisobga olinadi. Misol uchun, Alisher akaning zavoddagi maosh hozirgi hisobda 1 million so'mga teng bo'lishi mumkin edi. Lekin kichik korxonadagi maosh 2 million so'm atrofida edi. Butun ish staji bo'yicha o'rtacha hisoblanganda. Uning pensiyasi erta yillardagi va zavoddan keyingi kam maoshlari tufayli kutilgandan pastroq, masalan, 1 million 500 ming so'm bo'lib chiqishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan, mehnat faoliyatining oxirgi yillarida maoshi pasaygan yoki doimiy ravishda yuqori maosh olmagan fuqarolar ushbu o'zgarishlarni diqqat bilan o'rganishlari kerak. Ularning pensiyasi yangi qoidalar asosida qayta hisoblansa, kutilgandan farq qilishi mumkin. Shuningdek, o'zining eng foydali yilini aniq bilmaganlar ham xavotirlanishi lozim. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Mehnat faoliyati davomida maoshi barqaror ravishda o'sib borgan yoki oxirgi 10 yil ichida eng yuqori darajaga yetgan fuqarolar uchun bu o'zgarishlar ko'pincha foydali bo'ladi. Ular uchun yangi hisoblash usuli pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Ikkinchi muhim o'zgarish bu pensiya tayinlash uchun talab qilinadigan minimal ish staji miqdoridagi o'zgarishlar. Avvallari ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun esa 15 yil minimal ish staji talab qilinardi. Bu qoida ko'pchilikka tanish edi. Endilikda yangi qoidalarga ko'ra minimal ish staji talabi oshirilishi yoki yoshga bog'liq ravishda tabaqalashtirilishi mumkin. Misol uchun, erkaklar uchun 30 yil, ayollar uchun esa 25 yil minimal staj talab qilinishi mumkin. Bu o'zgarish ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keling, misollar bilan tushuntiraman. Ta'sirga uchragan misol. 57 yoshli Zokiraxon opa erta turmushga chiqqan va farzand tarbiyasi bilan shug'ullanib, keyinroq ishlashni boshlagan. U erta yoshda ish faoliyatini boshlamagani sababli uning umumiy ish staji 19 yilni tashkil etadi. Eski qoidalarga ko'ra, u kelgusi yili pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan edi. Chunki 20 yil stajiga 1 yil qolgan edi. Endi esa minimal staj 25 yilga oshirilgani sababli u pensiyaga chiqish uchun yana 6 yil ishlashi shart bo'ladi, agar staj talabi o'zgarmasa. Bu Zokiraxon opa uchun kutilmagan va jiddiy muammo bo'ladi. Chunki u nafaqaga chiqishni kutayotgan edi. Ta'sirga uchramagan misol. 62 yoshli Said aka esa hayotining ko'p qismini muhandislik sohasida faoliyat olib borgan va uning umumiy ish staji 35 yilni tashkil etadi. Uning staji yangi qoidalardagi minimal talabdan ham oshiq bo'lgani sababli bu o'zgarishlar unga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. U o'z vaqtida pensiyaga chiqa oladi. Bu o'zgarishning sabablari haqida gapiradigan bo'lsak, hukumat odatda pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, fuqarolarni uzoqroq muddat ishlashga rag'batlantirish va pensiya fondiga tushadigan mablag'larni ko'paytirish maqsadida bunday choralar ko'radi. Shu bilan birga bu iqtisodiy vaziyat va demografik o'zgarishlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchi muhim o'zgarish bu ishlaydigan pensionerlar uchun qoidalar. Avvallari pensionerlar nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsalar, ular ham pensiyani ham ish haqqini to'liq olish huquqiga ega edilar. Bu ko'plab pensionerlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilar edi. Endilikda esa yangi qoidalarga ko'ra ishlaydigan pensionerlar uchun ba'zi cheklovlar joriy etilishi mumkin. Masalan, ularning pensiya miqdori ma'lum bir foizga kamaytirilishi yoki ish haqqi ma'lum bir chegaradan oshsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keling, yana misollar keltiraman. 1. Ta'sirga uchragan misol. 67 yoshli Abdullayev aka nafaqada bo'lishiga qaramay, yarim kunlik ishda ishlaydi va o'z pensiyasiga qo'shimcha daromad topadi. Uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm, ish haqi esa 1 million so'm. Yangi qoidaga ko'ra, agar uning ish haqi ma'lum bir chegaradan, masalan, minimal pensiya miqdoridan oshsa, uning pensiyasining bir qismi, masalan, ahman ushlab qolinishi mumkin.
Bu holda uning umumiy daromadi keskin kamayadi. U endi 1 million 500 ming so'm pensiya o'rniga masalan 70 ming so'm oladi. Ya'ni uning umumiy daromadi 2 million 500 ming so'mdan 1 million 770 ming so'mga tushadi. Bu esa uning turmush tarziga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Aslida tanlov qilishga majbur bo'lgan misol 12 yoshli Salimaxon opa to'liq stavkada ishlaydi. Uning maoshi yuqori va pensiya miqdori ham yaxshi. Yangi qoidalar unga pensiya va ish haqini birga olishda cheklovlar qo'yadi. Endi u ikki variantdan birini tanlashi kerak bo'ladi. Yoki ishlashni to'xtatib, to'liq pensiya olish, yoki ishlashni davom ettirib, pensiyasining bir qismidan voz kechish yoki pensiya to'lovini to'xtatish. Bu Salimaxon opa uchun jiddiy tanlov, chunki u nafaqaga chiqqandan keyin ham faol bo'lishni xohlagan. Bu o'zgarishlarning barchasi pensiya tizimining kelajakdagi barqarorligini ta'minlash, pensiya fondining moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlash va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan deb tushuntiriladi. Biroq bu o'zgarishlar har bir fuqaroning shaxsiy holatiga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan ilonizi joylar va ba'zan ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik rasmiy qoidalar ortida yashiringan tafsilotlarni bilmasligi mumkin. Istisnolar va maxsus qoidalar. Ayrim kasb egalari uchun har doim bo'lganidek ba'zi kasb egalari uchun, masalan, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar, harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun pensiya tayinlash qoidalari biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Ular uchun eski qoidalar saqlanib qolishi yoki maxsus imtiyozlar berilishi ehtimoli bor. Misol uchun, konchilar yoki kimyo zavodlarida ishlaganlar uchun belgilangan yoshdan ancha old pensiyaga chiqish huquqi saqlanib qolishi mumkin. Shuningdek, ularning stajini hisoblashda imtiyozli staj qo'llanilishi mumkin. Ya'ni 1 yil ish staji 1,5 yil yoki 2 yil sifatida hisoblanishi mumkin. Bu esa ularning umumiy staj talabini qisqartiradi. Nogironlik pensiyalari. Nogironlik bo'yicha pensiya oluvchilarga nisbatan yangi qoidalar boshqacha tarzda qo'llanilishi mumkin. Ko'pincha bunday toifadagi fuqarolar uchun qoidalar yumshoqroq bo'ladi va ularga nisbatan staj yoki ish haqi hisoblashdagi yangi talablar tatbiq etilmasligi mumkin. Ya'ni ular o'zlarining oldingi pensiya miqdorini saqlab qolishlari yoki o'zgarishlardan kamroq ta'sirlanishlari mumkin. 3. Mavjud pensionerlar uchun eng muhim savollardan biri: agar men allaqachon pensiya oluvchi bo'lsam, bu o'zgarishlar menga ta'sir qiladimi? Odatda yangi qonunlar orqaga qaytib ishlamaydi. Ya'ni sizga allaqachon tayinlangan pensiya miqdori kamaytirilmaydi. Biroq bu qoida ham mutlaq emas. Agar yangi qoidalar siz uchun yanada foydaliroq bo'lsa, siz pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berishingiz mumkin. Ammo bu ixtiyoriy bo'ladi. Agar sizda mavjud pensiya miqdori yangi qoidalarga ko'ra hisoblangandan yuqori bo'lsa, sizning pensiyangiz kamaytirilmaydi. Bu bobokalon qoidasi deb ataladi. Grandfathering rule. E'tibordan chetda qolgan ilonizi joylar va nozik jihatlar. Eng foydali yillarni noto'g'ri tushunish. Yangi qoidalarda eng yuqori maosh olgan 10 yil haqida gap ketganda ko'pchilik o'zining butun mehnat faoliyatidagi ixtiyoriy 10 yilni tanlash mumkin deb o'ylashi mumkin. Biroq qonun osti hujjatlarda bu yillar aniq bir davrga cheklanishi mumkin. Masalan, oxirgi 25 yoki 2 yil ichidan eng yuqori yil. Bu esa sizning dastlabki taxminlaringizni o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun aniq qoidalar bilan tanishish juda muhim. 2. Hujjatlarni taqdim etish muddatlari. Yangi qoidalar joriy etilganda ba'zida ma'lum turdagi hujjatlarni qayta rasmiylashtirish yoki yangilarni taqdim etish uchun qisqa muddatlar belgilanishi mumkin. Ushbu muddatlarni o'tkazib yuborish pensiyani tayinlash yoki qayta hisoblashda kechikishlarga olib kelishi mumkin. Har doim pensiya jamg'armasi e'lonlarini kuzatib borish kerak. 3. Asterisk ixtiyoriy qayta hisoblashning xavfi. Agar siz allaqachon pensiya oluvchi bo'lsangiz va yangi qoidalar sizga foydaliroq bo'lishi mumkin deb o'ylab, pensiyangizni qayta hisoblash uchun ariza berishga qaror qilsangiz, ehtiyot bo'ling. Pensiya jamg'armasi xodimlari bilan maslahatlashib, oldindan hisob-kitob qilib ko'ring. Ba'zida qayta hisoblash natijasida pensiya miqdori kutilgandan kamroq chiqishi mumkin. Chunki yangi qoidalar eski maoshlarni turli xil indeksatsiya koeffitsiyentlari bilan hisoblashi mumkin. 4. Norasmiy ish staji va maoshlar. Agar sizning mehnat faoliyatingizda norasmiy ishlagan davrlar bo'lsa,
yoki maoshingiz to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu yangi qoidalar doirasida sizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki pensiya faqat rasmiy hujjatlar va ijtimoiy ajratmalar asosida hisoblanadi. Shuning uchun imkoni boricha o'z mehnat faoliyatingizni rasmiylashtirish va barcha ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirishga harakat qiling. 5. Inflyatsiya va maoshlarni indeksatsiyalash. O'tgan yillardagi maoshlarni bugungi pul qiymatiga keltirishda qanday indeksatsiya koeffitsentlari qo'llanilishi ham juda muhim. Agar bu koeffitsentlar adolatli bo'lmasa, o'tgan davrlardagi yuqori maoshlar pensiyaga nisbatan pastroq ta'sir qilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining kutilganidan past bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu masalada hukumatning rasmiy tushuntirishlariga va pensiya jamg'armasining metodologiyasiga diqqat qilish lozim. Bu kabi nozik jihatlar va istisnolar juda ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'zining shaxsiy holati hisobga olgan holda bu masalaga jiddiy yondashishi va barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganishi shart. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlar beraman. Bu maslahatlar sizga yangi qoidalarga osonroq moslashishingizga va huquqlaringizni himoya qilishingizga yordam beradi. Amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Ma'lumot oling va xabardor bo'ling. Qadam 1. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga nafuz kiring. Barcha yangiliklar va qonun hujjatlari loyihalari shu yerda e'lon qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lexus saytida ham barcha normativ huquqiy hujjatlar joylashtiriladi. Yangi qonun va qarorlarni diqqat bilan o'rganing. Qadam 2. Eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib, mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizga yangi qoidalarni shaxsan tushuntirib berishlari kerak. Borishdan oldin telefon orqali, masalan, eng bir qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib yoki mahalliy pensiya jamg'armasining telefon raqamiga qabul vaqtlarini va qaysi hujjatlar bilan borish kerakligini aniqlab oling. Ba'zan qabulga yozilish talab qilinishi mumkin. 2. Astush hujjatlaringizni ko'rib chiqing va tartibga soling. Astush. Qadam 1. Sizning mehnat daftarchangizni elektron mehnat daftarchasi ham mavjud. Ish stajini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni, mehnat stajini tasdiqlovchi barcha ma'lumotnomalar, maoshlar haqidagi buyruqlar, ma'lumotnomalarini, ijtimoiy sug'urta to'lovlari haqidagi cheklarni va boshqa tegishli hujjatlarni to'plang. Har bir hujjatning to'g'riligini va to'liqligini tekshiring. Qadam 2. Agar sizning mehnat daftarchangizda qandaydir xatolar yoki kamchiliklar bo'lsa, masalan, yozuvlardagi noaniqliklar, muhrlarning yo'qligi, ularni hoziroq tuzatishga harakat qiling. Buning uchun sobiq ish beruvchingizga yoki arxivlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Hujjatlardagi har bir nuqson pensiya hisoblashda kechikishlarga yoki noto'g'ri hisoblashlarga olib kelishi mumkin. 30. Potensial pensiyangizni hisoblab chiqing. Qadam 1. Agar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida pensiya kalkulyatori hisoblagichi mavjud bo'lsa, undan foydalanib, yangi qoidalar asosida o'zingizning taxminiy pensiya miqdoringizni hisoblab ko'ring. Bu sizga umumiy tasavvur beradi. Qadam 2. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mutaxassislardan yangi qoidalar asosida sizning ish stajingiz va maoshlaringizga qarab dastlabki pensiya hisob-kitobini so'rang. Ular sizga rasmiy tarzda bu ma'lumotni berishlari shart. Bu hisob-kitob sizga kelajakdagi pensiya miqdoringiz haqida aniqroq ma'lumot beradi va qanday choralar ko'rish kerakligini aniqlashga yordam beradi. 4. Harakat qiling. Agar kerak bo'lsa. Qadam 1. Agar sizda yetishmayotgan hujjatlar bo'lsa yoki ma'lumotlaringizda noaniqliklar aniqlangan bo'lsa, ularni zudlik bilan rasmiylashtiring va pensiya jamg'armasiga taqdim eting. Arizangizda qanday ma'lumotlarni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, mening mehnat daftarchamdagi davrga oid stajimni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumotnoma ilova qilaman. Qadam 2. Agar sizga pensiyani qayta hisoblash foydali bo'lishi mumkin deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda pensiyani yangi qoidalar asosida qayta hisoblashni so'rang, arizaga va bunga sabab bo'lgan asoslarni ko'rsating, masalan. Va mening yuqori maosh olgan davrlarim eski hisoblash tizimida hisobga olinmagan. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasining qabul bo'limida ro'yxatdan o'tkazib, kirish raqami va sanasi qo'yilgan holda o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. 5.
professional maslahat oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish stajini tasdiqlashda jiddiy muammolar bo'lsa, norasmiy ishlagan davrlar ko'p bo'lsa yoki pensiya miqdori bo'yicha pensiya jamg'armasi bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelsa, ijtimoiy ta'minot masalalari bo'yicha ixtisoslashgan advokat yoki yuridik maslahatchiga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning yordami sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Qadrli tomoshabinlar, xulosa qilib aytganda, pensiya qoidalaridagi o'zgarishlar jiddiy va har birimizning kelajagimizga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlar kimlargadir qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin bo'lsa, kimlargadir kutilmagan qiyinchiliklar tug'dirishi ham mumkin. Shuning uchun ogoh bo'ling, hujjatlaringizni tartibga soling, pensiya jamg'armasi bilan doimiy aloqada bo'ling va o'zingizning huquqlaringizni to'liq bilib oling. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha